Hammaga assalomu alaykum. Siz Yevropadan ish qidiryapsizmi? Bekorchilikdan internetda o'tirib olib, Google'dan, Instagram'dan, Facebook'dan, Telegram'dan nima to'g'ri kelsa Yevropada ish deb qidiryapsizmi? Трудоустройство Yevropa yo vakansiya Yevropa deb qidiryapsizmi? Har xil takliflar chiqyaptimi? Nima qilishni bilmay kalla qatyaptimi? Eshitib turing. Sizga men o'zim yaxshilab tushuntirib beraman. Shu videoda sahranit qilib do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Hozirgi kunda internetda 3 xil ish beruvchi paydo bo'lgan. 3 xil. Bittasi ruskoговорящийlar siz bilan WhatsApp, Telegramda gaplashib ish taklif qiladi. Ikkinchisi o'zimizni O'zbekistondagi konsalting firmalar yoki xususiy bandlik agentliklari. Uchinchisi Telegramda o'tiradigan o'zbek zabon qizlar, yigitlar. Uni millati o'zbekmi, o'zbek emasmi yoki o'zbekchani bilib gapiradiganlarmi, boshqa davlat fuqarolarini uni bilmayman. Faqat o'zbekcha siz bilan yozishadi, o'zbekcha ovozlar tashlaydi, yuzini ko'rsatmaydi. Birinchisidan boshlaymiz. Ruskoговорящийlar. İnternetga kirsangiz sizni Angliyaga jo'natib yuboraman. Sendan hech qanaqa pul kerak emas. Shunchaki pasportingni tashlab bir tekshirib ko'raylik. Germaniyaga, Angliyaga, Shvetsiyaga, Norvegiyaga, Finlandiyaga mavsumiy ishlar yoki har xil zavodlarga jo'natib yuboraman degan takliflarda rus tilida sizga bildiradi. Yoki ko'p qo'ygan e'lonidan kirib anketalarni to'ldirsangiz, ular sizga aloqaga chiqadi. Aloqaga chiqib, ularda birinchisi siz pasportingni tashlab ko'raylik deydi. Siz pasportni tashlab berganingizdan keyin soxta seni tekshirib ko'rdik, yo'llaring ochiq ekan deydi. Sendan pul kerak emas deydi. Bir xilgisi oldindan 300-400 dollar berasan deydi. Endi pul kerak emas deb sizni qulog'ingizga yoqadigan variantini ko'rib chiqishimiz kerak-da. Pul kerak emas, shunchaki hujjatlari aytaman, shularni qilib ber, sudlanmaganlik to'g'risida, yashash joying to'g'risida, boshqa deydi. Shu hujjatlarni qilib tashlaganingizdan keyin 2 kun ichida sizga shartnoma beradi. Ya'ni sen Adidas, Nike yoki Nestle yoki Milka shokolad zavodlariga yoki korobka taxlash skladdagi ishlarga, shunga o'xshagan joylarga, ya'ni sizga ma'qul keladigan, hech qanday malaka, staj talab qilmaydigan, til talab qilmaydigan oddiy qora ishlarni aytadi. Sizni qulog'ingizga ham yoqadi, o'zingizga ham ma'qul. Haqiqatdan men Fransiya, Angliya, Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya shu davlatlarga shunaqa skladdagi yoki shunaqa zavodlarga ishga ketaman yoki Range Rover mashina, Adidas, Toyota deydi, har xil varianti ko'p. Xullas sizga ma'qul ishni aytadi-da, bu yo'q demasligingiz uchun. Siz rozi bo'lasiz, sizga qanaqadir soxta shartnomalar tashlab beradi. Siz shartnomalarni imzolab tashlab berib qaytarib ularga jo'natganingizdan keyin u sizga aytadi. Senga deydi, biz o'rin zaynat qilib qo'ydik deydi. Endi hamma yo'g'ing tayyor bo'ldi, hujjatlar mana deydi. Sendan iltimos, sen deydi, ishlaring qanday ketayotganini ko'rib turish uchun mana bu saytlarga kir deb sizga soxta saytlar tashlab beradi, o'zlari tomonidan yasalgan. U saytlarga kirib, o'zlari berayotgan firma raqamlarini, adreslarini, manzillarini tersiz, haqiqatdan ham mavjud, bor, ishlayapti deb chiqadi. Chunki siz ishonasiz shundan keyin. Endi bosida sizga pul kerak emas deganda, siz hali ham pul kerak emas, meni o'zi olib ketadi deb laqqa ishonib turibsizmi? Endi bir qancha hujjatlar, qog'ozlarni tashlab berganingizdan keyin siz ishonchingizga kirdi. Bir haftadan beri siz bilan gaplashyapti. Nima deydi? Endi o'zingni hujjatlaring uchun viza to'lovi bor. Konsullikka to'laysan, menga to'lamaysan deydi. 200 dollar, 250, 300, 500 dollar deb aytadi. Ruskoговорящийlarning variantini ko'rib chiqyapmiz. Bo'pti deganingizdan keyin tasha deb sizga hisob raqam beradi. Shu pul so'radimi, siz shu yerda o'ylanishingiz kerak, to'xtashingiz kerak. To'xta. Bu boshida mendan pul so'ramadi-yu, qanday endi bu mendan 200-250 dollar so'rab qoldi o'zingni hujjatingga deb shu yerda to'xtatishingiz kerak.
Endi ba'zi bir odamlar o'zini to'xtatishni bilmayapti-da, ha meni hujjatlarimni qilyapti, ishonchli ekan. Bir haftadan beri gaplashyapman. U Telegramida farzandlari, bolalari tushgan rasmini qo'ydi, pasportini tashlab berdi deysiz-da, u hammasi soxta, yasalgan, ishonmang. Tashlab berdi deb to'xtamasdan ba'zi bir odamlar pul so'ragan joyda to'xtab, bizni kontaktlarimizga aloqaga chiqadi. Mana qo'yib qo'yapman. Mana shu raqamlarga Telegramda poyezd qismiga yozasiz. Kichikcha Angliyaga ketdik desiz, meni profilim chiqadi mana. Mashinaga aloqaga chiqib shu shartnomalarni tashlab bersangiz, men ko'rib soxta emasligini aytib beraman. Endi ba'zi bir odamlar, sodda odamlar bo'pti deb to'lovni qilib yuboradi. $200 yoki $250. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin seni hamma yo'g'ing tasdiqlandi. Endi bilet olishimiz kerak deydi. Bilet $500 bo'lyapti, bilet narxi deydi. Yo, menda 500 yo $200 pulim bor, $300 bor desiz. Bo'pti deydi, beraver shuni ham, qolganini firma to'lab beradi deb hali 300 ham oladi. Boshida 200 to'lagansiz, qo'shilib 500 bo'ldimi? Endi sizdan shu pullarni to'lagan pullaringizni yarmini so'raydi. Sababki siz agar $500 so'rasangiz aldayapsan deb bo'lmasin deb yarmini so'raydiki, siz shu yarmini deb uni 500 ni kechib yubormasligingiz uchun. Tushuntira olyapman-a? Sizdan $500 ularga to'lab qo'ydingiz, endi ichingiz g'umbillab o'tiribsiz-da, nima qilishni bilmasdan. Qanday qilay ekan, nima qilay ekan, o aldayaptimikin, nima qilsam bo'lar ekan deb o'tiribsiz. Endi shunaqa vaziyatda sizdan 500 so'rasa, bor yo'qol deb uzib qo'yishingiz mumkin aloqani. Bular ham ahmoq emas. Sizdan shu pulni yarmini so'raydi. Ya'ni 250 yoki 200 to'lasang sug'urtaga, shu bilan ketasan deydi. $500 kuyaman meni bo'pti deb 200-250 ni ham to'laganingizdan keyin ularga o'tgan pulingiz 700 bo'ladi. Keyingi safar yana bir baloda bahana topib, qonunlar o'zgarib qoldi, qarorlar o'zgarib qoldi bu yerda. Germaniyani qoidasiga ko'ra mana qilmasang bo'lmaydi ekan deydi-da. Haligi to'lagan 700 ni yarmini so'raydi. 350 to'lasang ish bitdi dedi. Yo, to'lanman, bor endi sen meni aldading, mashinaga ekansan desang, endi pulingni qaytara olmaymiz dedi. Iloji yo'q, 700 kuymasin deb 350 to'laganingizdan keyin 1000 ga ko'tariladi sizni stavkangiz. 1000 bo'ldimi? Endi sizga aytadi, "Mana shunaqa bo'lib qoldi endi, hamma yo'q tayyor bo'ldi, mana biletlaring" deb soxta hamma narsani, soxtasini pul to'laganingizdan keyin sizga tashlab berib turadi u, sizni xotirjam qilish uchun. Ana uni ham to'laganingizdan keyin 1000 o'zi kirib qoldingizda, 1000 ga o'sha orqaga qayta olmaysiz, nima qilishni bilmaysiz. Endi sizga grubiy qilib aytadi, 700 to'laysan, shu bilan ishlaring bitadi. Ertaga palon joyga posolstvodan, Gruziyadan yoki bir Qozog'istondan yoki Qirg'izistondan deb yoki Turkiyadan deb siz osongina bora oladigan, O'zbekistonda atrofidagi bileti $100-200 dan oshmaydigan joylarda elchixonasidan kirgizamiz seni. O'zbekiston orqali elchixonasiga kirgizsak deydi, shu davlat elchixonasiga. U yerda til sertifikati so'raydi. Sen tilni bilmaysan-ku, to'g'rimi desa, ha deysiz. Laqqa tushasiz. 1000 ni to'lab qo'ydingiz, orqaga yo'l yo'q. Bir balo qilib, qarz qavola qilib, keyin 700 ni ham to'laysiz. 1700 ga o'tirganingizdan keyin endi hech qayerga qocha olmaysiz. 1700 ni ham 700 ni ham to'lasangiz, yana bir bahona topib sizni shunaqa qilib oxirigacha teringizni shilib oladi. Shuning uchun sizdan pul so'radimi, qaygadir jo'nataman dedim, meni kontaktimga aloqaga chiqing yoki mana gruppamizga aloqaga chiqib yozing. Eda rosa og'zi kuygan odamlar to'plangan. Juda yaxshi sizga nima qilish kerakligi haqida maslahatni beradi. Bu ruskiy говорящийlar masalasida. Endi bular sizga aytadi, ishonmasang deydi, o'zbeklarni jo'natganmiz, o'zbek zamon odamlar bor, gaplashib ko'r deb 2-3tasini ayol erkaklarni sizga Telegram manzilini tashlab beradi. U bolalarga Telegramga aloqaga chiqib, sizlarga haqiqatan mana shu Mashaxon sizlarni jo'natganmi Dmitriy Bek desiz, ha meni shu Kola zavodga jo'natgan, Adidas zavodga jo'natgan, ishlab yuribman, ishlar zo'r ekan deb gapiradi, lekin yuzini ko'rsatmaydi. Hamma yo'qlarni videolarga olib tashaveradi, yuzini ko'rsatmaydi. Yuzingni ko'rsatding, ko'rsatmasa tikkasidan so'king. U shularda sherigi. U har bitta odamdan tasdiqlab berganiga $50, $100 pul oladi. Sizni 1700 teringizni shilib oldi-yu, shuni $100 ni sizga beradi u. Ularga beradi, sherik bo'lib turgani uchun, tasdiqlab sizni ishontirgani uchun. Yuzingni ko'rsat, video vizibda ko'rib gaplashading. Gaplashmayaptimi? O'sha o'zbekcha gapirayotgan yigitlar,
Demak, siz bilingki, mashinnilarda tuzog'ida yuribsiz. Hushyor bo'ling. To'xtang shu yerda, aloqaga chiqing. Katta ruskiy говорящийlar masalasi. Endi O'zbekistonda shunaqa e'lonlar chiqib qolyapti Telegram kanallarda. Seni Angliyaga jo'natib yuboramiz. Angliya mavsumiy ishlari ochildi. Agar ketmoqchi bo'lsang, qiziqsang vakansiyaga, bizga WhatsAppga mana bu nomerga aloqaga chiq deb. Aloqaga chiqqaningizdan keyin sizga darrov ovozli xabarlar tashlab beradi. Aka, eshitib chiqing, ma'qul bo'lsa keyin shartnoma qilamiz deydi. Men ismim palondaqa yoki ismim Po'kindaqa xon, biz Angliya mavsumiy ishlarga jo'natamiz. Ishlar qonuniy, hamma yo'g'i yaxshi, sizni jo'natib yuboramiz. Manaqa qilasiz, anaqa qilasiz, xulbuna terasiz, olma terasiz, shunaqalarni qilib upakovka qilasiz. Oylik 2000 dan 3000 gacha degan ovozli xabarlar keladi. Yuzini ko'rsatmaydi. Shartnoma qilamiz. Agar bo'pti deydigan bo'lsangiz, biz sizga shartnomalarni qilamiz. Siz 70 funt atrofida. Qo'yingki $100 nariverisida pul. 1 million, 1,5 million bilan atrofidagi nariverisdagi pulni aytadi-da. Shu pulni to'laysiz, shartnoma qilamiz deb sizga shartnomalar tashlab beradi. Shularga ham agar yuzini ko'rmasdan, o'zi bilan gaplashmasdan, tekshirmasdan turib, soxta shartnomalarga ishonib 1 million, 1,5 million atrofidagi, $100 atrofidagi yoki 70-80 funt atrofidagi pulni to'lab olsangiz, demak bilingki, siz mashinnilar qurboniga uchradingiz. Pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Bu ikkinchi yo'li. O'zbekcha gapirib, yuzini ko'rsatmasdan sizga ovozli xabarlar, yozuvlar tashab aldaydiganlarni aytyapman. Ikkinchi yo'li bu. O'zbekcha gapirib aldaydiganlar. Endi uchinchisini aytaman sizlarga. Uchinchi yo'li bor. O'zlarini Angliyaga jo'natamiz deb, konsalting firmamiz deb ochib olgan. Va hammasi ham emas. Ba'zilari bor shunaqa aldaydi. Siz borganingizdan boshlab 400 ming atrofida pulni to'lang, birinchi to'lovimiz shartnomaga deydi. To'laganingizdan keyin bir hafta 10 kun o'tmasdan 3 million, 3,5 million so'm to'lang, Angliyaga bitta o'rningizni joy zaynat qilib qo'yaylik deydi. To'lang deydi. Srazi siz ham to'lovni qilasiz shoshilib, sizni aldaydi. Nima qilish kerak? Agar ofisi O'zbekistonda bo'lsa, eshigini katta ochib qo'yib, Instagramlarda, Telegramlarda Angliyaga jo'natamiz, Germaniyaga jo'natamiz, til bilishing shart emas deb o'zbekcha e'lonlar berib o'tirgan bo'lsa, birinchi navbatda idorang qayda deng. Idoramiz Yunusobodda, Alayskida yoki bir yerda deb Toshkentda yo Farg'onada, Andijonda desa, shu yerga borib ko'rishing. Nimaga bunaqa deyapman? Shunaqa yo'li chiqib qolgan. Siz Andijondanman desiz, ofisimiz Qoraqalpoqda deydi. Qoraqalpoqdaman desiz, ofisimiz Andijonda deydi. O'zim Toshkentdanman desiz, Surxondaryodaman deb O'zbekistonda u chekasi bu chekasini aytadi. Shtobi siz ofisga bormasligingiz uchun siz bilan hamma yo'qda onlayn qilaylik deydi. Siz onlayn pulni to'layverasiz, sizga soxta shartnomalar kelaveradi. O'zbekcha gapirib, aka siz ishlaringiz ketyapti, jo'natdik, topshirdik, ko'rib chiqishyapti ekan deb siz bilan pryamoy ko'rishimizda faqat onlayn gaplashaverasiz. Bu xavfli. Bundan qoching, aslo ishonmang. Hozir shunaqa turi ham chiqib qolgan. Bu uchinchi turi bu. Siz bilan onlaynda gaplashadi. Telegramda gaplashadi yoki WhatsAppda gaplashadi. Siz qayda aytsangiz, sizga teskari bo'lgan joyda ofislarini aytaveradi. Mana shu yerga keling deb chaqiraveradi. Siz tabiiyki borish uchun nega 1 million sarflaysiz. Shunaqa yo'llar bilan aldaydiganlar chiqib qolgan. Xorazmdaman desiz, Andijonga keling deydi. Andijondaman desiz, Qoraqalpoqqa keling deydi. Toshkentdaman desiz, Surxondaryoga keling deydi. Surxondaryodaman desiz, xullas kalom masofa uzun, siz bormaydigan joyda aldaydi. Qizlarni qo'yib qo'ygan, bolalarni qo'yib qo'ygan aldaydi. Hech qachon birov bilan ko'rishmasdan, uni pasport kopiyalarini olmasdan, tekshirmasdan turib siz pul to'lov qilmang. U sizni aldayotgan bo'ladi. Hech qayerga jo'natib yubora olmaydi. Shoshilmang. Aka bitta o'rin qoldi, ikkita o'rin qoldi, tezroq bo'lib to'lab qo'ymasangiz bo'lmaydi degan takliflar sizni shoshtiryaptimi? Biling, bu tuzoq. Aldanib qolasiz. 4-turiga o'tamiz. O'zbekistonda ofisi bor, joyi bor, Toshkentda, Xorazm, Samarqand, Andijonda ofislari bor. Borasiz, o'tirasiz, gaplashasiz, ko'rishasizda, birinchi ofisiga kirganingizda so'raydigan narsa sizga migratsiya agentligi tomonidan berilgan litsenziyangiz bormi deb so'rang. U sizga litsenziya deb berilgan litsenziyasini ko'rsatadi. Migratsiya agentligi deb raqamlar bilan hamma yo'g'i yozilgan qo'l pechatlari bo'ladi.
katta ko'rinishda A4 formatda. Shunaqa litsenziyasi bo'lsa, birinchi aloqa qilib gaplashishga ishonch hosil bo'ladi. Ikkinchisi, kimlarni jo'natdinglar deb ayting. Ofisida o'tiribsiz, ularda ofisida o'tiribsiz. Kimni jo'natdinglar deng. U sizga aytsin, palonchilarni jo'natdik. Mana aka hozir Slovakiyada, Germaniyada, Angliyada ishlab yuribdi. Mana bu ishda moncha so'm bilan ketgan desin. Iltimos deng, endi beradim, bermaydim bilmayman. Shu jo'natgan odamlaringizni bir nomerlarini bering, so'rayding. Agar bersa mana Qosimjonni jo'natdi yo Sanjarbek deb telefon qiling. Sanjarbek yaxshimisiz deng. Men palondaqa firma, bunasa viza degan firma orqali sizga chiqyapman. Ular sizni Angliyaga, Germaniyaga, Turkiyaga, Slovakiya, Polshaga jo'natibdi. Siz yaxshi ishlayapsizmi deng. Ha, nech pul oyligi olyapsiz? Ha, 1,5 ming oylik olyapman. Menga o'xshagan 40 yoshlik, 50 yoshlik, 60 yoshlik odam ham ishlay oladigan ish ekanmi? Til bilmasa ham bo'laverar ekanmi? Bular ha deyapti. Sizni gapingizga ishonib men shunaqa qilaman deb video vizitda gaplashing. U aytadi, aka, keling, menga yengilgina ish deydi. Kelib qarasam, bu yerda 40 kilolik qoplarni ko'tarish kerak ekan. Ha, 1,5 ming oylik beryapti, lekin juda og'ir ish ekan. Belim og'riyapti, bega 30 yoshlik, 25 yoshlik qarchillama yigitlar kelib ishlash kerak ekan. Siz bilan menga to'g'ri kelmaydi ekan desa, shu yerda to'xtaysiz, pul cho'ntagingizda qoladi aka. Pul cho'ntagingizda qoladi. Gaplashib oling ketayotgan joyingizni. Mongoliya degan davlatlarga ham ishga ketyapti. 1,5 ming, 2 ming oylik beraman desa, unaqa ish yo'q. Unaqa oylik yo'q. Ular O'zbekistondan ko'ra xudshiro bo'lgan davlatlar. O'zbekistondan kuchlimi? Undan O'zbekistonda bola chaqangiz yonida bemalol 500-600-700 dollar topsa bo'ladi deyapti ishlab. Shu yerda ishlavering yoqqa ketmasdan. Unaqa davlatlarga. Qayga ish taklifi tushayotgan bo'lsa, ofisida o'tirgan holatda gaplashing. Telefon qiling, kimlarni jo'natganini so'rang. Shunaqa jo'natgan odamlar bilan gaplashing. Bo'lmasa pulni chiqarmang. Pulni berishga hech qachon shoshilmang. Puli bor odamni har doim ishga jo'natadigan kompaniya topiladi. Shuni eslab qoling. Pul cho'ntagingizda turganda sizni gapingizni hamma eshitadi. Pulni chiqarib to'lov qildingizmi, ishga ketaman deb kimgadir siz uni eshitasiz. Aka, manaqa bo'lish kerak edi desa, xo'p keldingiz. Pulni berib qo'ygansizda, qo'lingizdan hech nima kelmaydi endi. Shuning uchun pul cho'ntagingizda turganda hammaga gapirsiz eshitadi, hamma qo'ygan shartingizni bajaradi. Pulni to'lab yubordingizmi, aldanib qolasiz. Eng yaxshi maslahat, migratsiya agentligini xorijda ish degan Telegram kanalini kuzatib boring. Shundagi vakansiyalarga topshiring. Agar siz yosh bo'ladigan bo'lsangiz, 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'ladigan bo'lsangiz, ingliz tili yoki nemis tilini o'rganing. Ana undan keyin xorijdan ish isting. Yo'q, meni yoshim 30 dan 40 gacha yoki 40 dan 50 gacha bo'lsa, XBA'lar, xususiy bandlik agentliklari, migratsiya agentligi tomonidan tasdiqlab berilgan xususiy bandlik agentliklariga murojaat qiling. Litsenziyasini ko'rib, ana undan keyin migratsiya agentligini telefon raqamiga qilib, mana o ishga jo'nataman deyapti shu yoqqa. Sizlar nima deysizlar deng. Ularda ham call centerlari bor. Odamlarga yordam berib, to'g'ri-noto'g'risini aniqlab maslahat beradi. 1282 mi? Ular Google'ga yozsangiz migratsiya agentligining telefon raqami desangiz chiqadi. Shunda chiqadi. Shundan keyin ularga aloqaga chiqib gaplashib, ana undan keyin to'lov qiling. To'lovni qachon qilish kerak? Qachonki qaytarib olishga ahlingiz yetsa, keyin to'lov qiling. Ahlingiz yetmasa to'lov qilmang. Pulingizga aldanib qolasiz. Hech ham ko'rishmasdan, gaplashmasdan, uyini, otasini, qayerliligini bilmay turib to'lov qilmang. Aniq pulingizni ola olmay qolasiz. Bu meni shunchadan beri shug'ullanayotgan, gaplashgan, ko'p mingdan oshiq shartnomalarni tekshirib, 10 mingdan oshiq odamlarga javob yozgan odam sifatida maslahatim. Salomat bo'lasiz, hushyor bo'ling. Xorijga ketaman deb aldanib qolishingiz hech gap emas. Hamma joyda bo'rilar. Salomat bo'lasizlar.